Audio Jungle. Audio Jungle. Aleksandr Lukashenko Tramp va Putinni imperator deb atadi. Global elitalarga ochiq signal berildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya va AQSh prezidentlari Vladimir Putin hamda Donald Trampni imperatorlar deb atadi va ulardan farqli o'laroq o'ziga umumiy muhabbat kerak emasligini qo'shimcha qildi. Parvardigor vaziyatni boricha qabul qilishga meni o'rgatdi. U menga doim hamma seni sevavermasligini uqtirgan. Men Donald Tramp yoki Vladimir Putin kabi imperator emasman. Ular o'zlarini sevishlari haqida mulohaza yuritishga qurbilari yetadi. Menda ulardagi imkoniyatlar yo'q, deydi Belarus yetakchisi. U o'zini Yevropaning so'nggi diktatori deb ataydigan G'arb ommaviy axborot vositalarini o'qishini qayd etgan. Men tajribali odamman, o'qiyman, ustimdan mag'zava ag'darishadi, diktator va hokazo deyishadi. Bunga xotirjam qarayman. Menda diktatorlik qilish uchun resurs yo'q. Mana Trampda bu resurs bor va u diktatorlik qilmoqda. Venesuelada, Kubada, Eronda diktatorlik qilishga urinmoqda, deydi u. Lukashenko shuningdek AQSh Belarusdan demokratiyani o'rganishi kerakligini aytgan. Uning fikricha, Vashingtonning inson huquqlari haqidagi gaplari shunchaki valdirash. Amerikaning boshqa mamlakatdagi siyosati esa demokratiyadan dalolat bermaydi. U AQSh siyosati demokratiya va inson huquqlari emas, balki manfaatlar bilan belgilanishini qayd etgan. Shunga qaramay Lukashenko AQSh bilan katta bitimga tayyor. Amerika Qo'shma Shtatlariga borishni va shunchaki Donald Trampning qo'lini siqishni juda ham istab yonib turganim yo'q, deydi u. Lukashenkoning fikricha, Donald Tramp Belarus pozitsiyasini o'rganib, uni Rossiyaga proyeksiya qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuvga siyosiy mahbuslar, shuningdek, elchixonalar faoliyati va yadroviy materiallar ustidan nazoratga oid masalalar kiradi. O'zbekistonlik ayol turkiyalik sevgilisini qariyb $20,000 aldadi. Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik 36 yoshli ayol 56 yoshli sevgilisi Rajab Onderdan 900 ming turk lirasi, taxminan $20,000 olib, uni aldab ketdi. Bu haqda Rajab ATV telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Ma'lum qilinishicha, ayol 2024-yilda Onderning mashinasiga yo'lovchi bo'lib chiqqanida tanishgan. O'sha kuniyoq ular telefon raqamlarini almashgan. Oramizda biroz muloqot bo'ldi. Tanishganimizdan keyin u o'z yurtiga ketdi. 1 yil o'tgach Turkiyaga qaytib keldi va biz ovqatlanishga bordik. O'sha yerda munosabatlarimiz boshlandi. Men 56 yoshdaman, u esa 36 yoshda edi. Oramizda 20 yosh farq bor edi. Muammo bo'lmaydimi deb so'radim. U yo'q, bo'lmaydi dedi. Men uni ilk ko'rganimdayoq oshiq bo'ldim, degan Rajab Onder. Xabarga ko'ra, ayolning 3 nafar farzandi bo'lgan va erkakdan bolalarga yuborish uchun pul olib turgan. Munosabatimizning dastlabki 3 oyida men unga $3,500 berdim. Keyin u o'z yurtiga qaytdi. Menda ham biroz pul bor dedi. Mayli, yordam beraman dedim va yana $5,500 yubordim. So'ng O'zbekistondan o'ziga uy sotib oldi. Uyning to'lovlari borligini aytib, mendan yana pul so'ray boshladi. Bir marta $1,500 berdim va yana $1,500 berdim. Keyin yana $1,000 degan erkak. Onderning aytishicha, ayol undan pul olish uchun turli noz-karashma qilgan va ayolning iliq munosabatiga aldangach, yana pul berib turgan. Men ayol bilan turmush qurishni, oila qurishni xohlagandim, ammo u meni mushuk sichqon bilan o'ynagandek o'ynatdi. Men qo'lma-qo'l bergan pullarim, kredit olib eng so'nggi rusumdagi telefon olib berganim, kartasiga yuborgan mablag'larim jami qariyb $20,000 sarfladim. Munosabatimiz boshlanganidan keyin uning noto'g'ri yo'lda ekanini payqadim. Uni o'sha yo'ldan qaytarishga urindim. Boshqa erkaklar bilan uchrashishim kerak, pul yig'ishim kerak, uyimning kredit to'lovlari bor derdi. Begona erkaklar bilan uchrashmasin deb 2 marta bankdan kredit ham oldim, ammo men uni o'sha hayotdan qutqara olmadim, degan u. Onderning so'zlariga ko'ra, ularning munosabati joriy yilning fevral oyida nihoyalangan. Meni xarob qilding, sening niyating yomon ekan. Mening maqsadim senga yordam berish, seni o'sha hayotdan qutqarish edi, ammo sen o'sha hayotni tanlading. Xudo yo'lingni ochiq qilsin, lekin mening pullarimni qaytarib ber, degan u so'zining yakunida.